بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عقيدة الواسطية كتابنا شرحنا o'qishda davom ettiramiz. Oldingi darsimizda muqaddimani o'qigan bo'ldik. Muallif rahimahulloh aytadilarki, yaqulu rahimahulloh fi xutbati hadhihi al-aqida. Ushbu aqidani xutbasida muallif aytadilarki, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. O'z rasulini hidoyat va haq din bilan qolgan dinlardan ustun g'olib bo'lish uchun yuborgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Va kafa billahi shahida. Allohning o'zi yetarli guvohdir. Va hada sana muqtabasun min al-Qur'an. Ushbu sano Qur'ondan olingan. كما في سورة فتح سورة الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع. هدى ده مراد منفعة لإلم. ودين الحق دين الحق ده مراد هو العمل الصالح ديبت. وهذا جماع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم keltirgan risolat shundan iborat, ya'ni payg'ambarini hidoyat bilan yubordi degani manfaatli ilm bilan va dinil haq din bilan, ya'ni solih amal bilan yuborgan zotga hamdlar bo'lsin deyildi. Va kafa billahi shahidan kafa bihi muttali'an ala ibadihi va ahvalihim al-zahira wal batina. Ya'ni Alloh taolo yetarli guvohdir. Ya'ni bandalarini kuzatib turuvchi, ularni tashqi va ichki holatlarini bilib turishga yetarli bo'lgan zot. Va fi hada ishara ila dalil min adillati sidqir rasul sallallohu alayhi vasallam. Ushbu oyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekanligiga dalil bor deyapti. Fa innal imana bittila'ihi ta'ala ala ahvalil xalqi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning butun mahluqotlarning holatidan xabardor ekanligiga iymon keltirish istalzimu nimani taqozo qiladi? Al-imana bi sidqi Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rost haq payg'ambar ekanligiga iymon keltirishni taqozo qiladi. Nima degani? Ya'ni qanday qilib va kafa billahi shahidan oyatidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nubuvvati, risolati haq risolat, haq nubuvvat ekanligini qanday dalil olamiz? Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam 23 yil mobaynida vahiy nozil bo'lgandan keyin 23 yil mobaynida Alloh taoloning elchisi ekanligini aytib keldilarmi? Da'vo qilib keldilar. Shunga chaqirib keldilar. Xo'p, Alloh meni yubordi. Alloh shu oyatni nozil qildi. Bu Allohning gapi deb kelinyapti. Agar modomiki Alloh taolo kuzatib turuvchi zot ekan, ko'rib turuvchi, shohid bo'lgan zot ekan, agar yolg'ondan da'vo qilayotgan bo'lganda edi, payg'ambarlikni yolg'ondan da'vo qilib chiqib, Alloh taoloning sha'niga yolg'ondan tushmagan vahiyni menga nozil bo'ldi deb Qur'onni yolg'ondan masalan odamlarga yolg'on narsani to'qib aytayotgan bo'lganda edi, Allohning nomidan yolg'on to'qib aytayotgan bo'lganda edi, Alloh taolo tashab qo'ymas edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dushmanlarga doim g'olib qilib, sahobalarga masalan shu paytgacha nusrat g'alaba bermasdi. Demak, Alloh taolo bilib, kuzatib turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nusrat berishi, dushmanlarga qarshi g'olib bo'lishlari, demak haq payg'ambar ekanki, Alloh taolo kuzatib turib shuni tasdiqlayapti. Demak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik haq ekanligiga dalil. O'sha jihatdan olyapti. Keyin bunga kama qala ta'ala boshqa bir oyatni keltirib, sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi robbik annahu ala kulli shay'in shahid. Mana shu joyi. Awalam yakfi bi robbik annahu ala kulli shay'in shahid. Ya'ni hamma narsaga guvoh bo'lib turganligi kifoya qilmaydimi? Alloh guvoh bo'lib turibdimi? Demak, buni haq ekanligiga dalil. فكفى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. دمك رسول الله حق پیغمبر ekanligiga yetarli dalildir. وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم keltirgan Qur'on, hikmat, ya'ni sunnat bu haq ekanligiga dalil. أنه تعالى على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيدا. Ya'ni Alloh taoloning hamma narsaga guvoh bo'lib turganligi shuni o'zi yetarli dalil deyapti. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. Allohdan o'zga iloh yo'q. U zotning sherigi yo'q. Yolg'iz o'zi sonishga haqli ekanligiga iqror bo'laman. Va tavhida, ya'ni Alloh taoloni
yakkalayman deyapti. Hadi kalimatu tavhidul murakkaba min nafyin va isbat. Mana bu tavhid kalimasi murakkaba min nafyin va isbat, nafiy va isbotdan iborat. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasida nafiy bor, inkor bor, isbot bor. Xo'p, inkor nima inkor qilinyapti? Min nafi ilahiyati ma sivalloh. Allohdan boshqaning sig'inishga haqli ekanligi inkor qilinyapti. La ilah, hech qanday iloh yo'q. Mana bu nafiy. Hech qanday sig'inishga haqli zot yo'q. Illalloh deyish bilan isbatul ilahiyya lahu ta'ala wahdahu, Alloh taoloning o'zigina sig'inishga haqli deb la ilaha illalloh, nafiy va isbot. O'sha isbot, illalloh degan isbot mana shu tavhid. La ilaha o'sha shirk haromligi, Allohdan boshqa sig'inishga haqli emas deganimiz o'sha la ilaha o'z ichiga oladi shuni. Chunki Allohdan boshqa iloh yo'q deyapmizmi? Bu degan Allohdan boshqa sig'inmaymiz, Allohdan boshqa duo qilmaymiz, Allohdan boshqaga tavakkul qilmaymiz, Allohdan boshqadan umid qilmaymiz degan o'sha la ilahaning ichiga kiradi hammasi. Illalloh bu narsalar faqat Allohga bo'lishi kerak. Ya'ni ibodat o'sha chunki iloh sig'iniladigan zot. Xuddi Rob faqat Alloh bo'lganidek, yaratuvchi, olamni boshqaruvchi, foyda ziyon beruvchi Alloh bo'lganidek, bizda amallarimiz ham, ibodatimiz ham faqat Allohga bo'lishi kerak. Shu bizni amallarimiz, ibodatimiz faqat Allohga qaratilishi kerakligi tavhid ulug'iyya shu. Ya'ni bo'ldi, Allohdan boshqaga sig'inilmaydi. Tavhid rububiyya, Alloh taolo hamma ishni boshqaruvchi, foyda ziyon beruvchi Alloh ekanligi, bu tavhid rububiyya o'sha. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده dedi. Wahdahu bu hol deyapti. Nimani ta'kidlayapti? Halun muakkidatun limadlulil isbati illalloh. Illalloh iborasidagi isbotni nima qilyapti? Isbot ma'nosini ta'kidlayapti. Madlul degani ma'no. Ya'ni ma dalla alayhi hada lafz deymiz biz. Bu lafz dalolat qilgan narsa. O'sha ma dalla dalolat qilgan narsani madlul deb ismi maf'ul qilib ham aytiladi. Demak, madlulu hadi halun muakkidatun limadlulil isbati illalloh. Illallohdagi isbotning ma'nosini ta'kidlayapti. Yolg'iz Allohning o'zigagina sig'inishga haqli deb, yolg'iz Allohning o'zi deb vahdahu deb ta'kidlayapti. O'zi illallohda ham bo'ldi, Allohning o'zigagina sig'inamiz yoki sig'inadigan zot Allohning o'zi deyilyapti. Vahdahu yakka o'zi deb turib yana ta'kid qilinyapti. La sharika lahu hadhihi aydan jumla muakkida limadlul an-nafi la ilaha. La sharika lahu zotning sherigi yo'q degan jumla esa bu la ilaha jumlasidagi nafiyning ma'nosini ta'kidlayapti. Nafiyning ma'nosini ta'kidlayapti. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Hada ta'kidun ba'da tawkid. Bu ta'kid ortidan yana bir ta'kidlanyapti. Iqraran bihi wa tawhidan lahu sallallohu alayhi wa sallam. Tawhidan lahu sallallohu alayhi wa sallam xato chiqibdi. Azza va jalla bo'lish kerak endi. Yani tawhidan lahu azza va jalla fi ilahiyatihi va rububiyyatihi va asma'ihi va sifatihi. Bu endi ramz qo'yib ketishgan, xato qo'yib ketilgan. Yoki subhanahu va taolo yoki azza va jalla bizda sallallohu alayhi va sallam deb qo'yibdi-da. Xato tushib qolibdi bizda nusxada. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Muhammad Alloh subhanahu va taoloning quli va rasuli ekanligiga guvohlik beraman deb boshlanyapti. Va hakaza yajibu an yashhada al-insanu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam bi annahu abdullohi va rasuluhu. Kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Allohning quli va rasuli ekanligiga guvohlik berish kerak bo'ladi, vojib bo'ladi. Yajibu an yajma'a fi ash-shahada lir-rasul sallallohu alayhi vasallam bi annahu abdun 'abidun lillahi marbubun mudabbar va laysa bi ilah va laysa lahu shay'un min khasa'is al-ilahiyya bal rasulun min 'indillah. Qarang, bir kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb guvohlik bergan paytda quli, ya'ni Allohning bandasi va rasuli deb jamlash kerak deyapti. Ahli sunnahning e'tiqodi bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham Allohning bandasi, ham rasuli. Shu ikkita orasida jamlash kerak. Bi annahu abdun abidun lillah. Allohga ibodat qiluvchi bir banda, marbubun mudabbar, Alloh taolo tarafdan boshqarilib turiladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida dunyoni boshqarish yo'q masalan. Balki marbub, mudabbar degan ikkalasi bitta ma'no. Alloh taolo tarafdan boshqariladigan zot. Va laysa bi ilah, iloh emas. Ya'ni payg'ambar degani iloh darajasiga ko'tarish degani emas-da. Va laysa lahu shay'un min khasa'is al-ilahiyya. Uluhiyat xususiyatlardan biror bir xususiyat topilmaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda. Bal rasulun min indillah. Balki Alloh taolo tarafdan bo'lgan bir rasul.
Qul ya ayyuhan nas, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey insonlar, men sizlarni barchalaringizga yuborgan Allohning rasuliman. Demak, Allohning rasuli deyiladi. Va hada huwa as-siratul mustaqim fima yajibu i'tiqaduhu fi ar-rasul sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boralarida e'tiqod qilish vojib bo'lgan haq yo'l, to'g'ri yo'l mana shu yo'l. Fa inna an-nasa fihi tarafan va wasat. Chunki odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boralarida bo'lgan e'tiqod masalasida 3 toifaga bo'linadi. Tarafani va vasat degani ikkita chegaradan chiqqan toifa bor va haq yo'lda turgan, vasat o'rta yo'lda bo'lgan toifa bor. Fa minan nasi man farrata fi haqqihi. Ba'zi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida farrata degani haqlarini ado qilishmagan, o'z o'rniga qo'yishmagan, fakazzabahu, yolg'onga chiqarishgan, aw qassara fi ittiba'ihi, yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish kerak bo'lgan tarzda ergashishmagan. Va minhum man ghala fi. Ba'zi insonlar bo'lsa g'ulu ketishgan, aksincha. Wa rafa'ahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allohu fiha. Payg'ambarimiz Alloh subhanahu va taolo bergan manzilatdan yuqori manzilatga chiqarib yuborishgan. Va hada mimma hazzara minhu sallallohu alayhi vasallam fi qawlihi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayni mana shu narsadan qaytarib aytganlarki, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Nasoralar Iso ibn Maryamni haddan tashqari ko'kka ko'tarib maqtagandek meni maqtavermanglar. Fa innama ana abdun, men shunchaki bir qulman, faqulu abdullohi va rasuluh. Allohning quli va rasuli deb aytinglar dedilar. Ya'ni la tubalighu fi madhi va la taghlu fiyya. Ya'ni meni haddan tashqari maqtab, men haqimda g'ulu ketmanglar deganlar. Haqiqatda mana shu ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyish bilan ahli sunnani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borasidagi e'tiqodida mo'tadil, aqidada haq e'tiqodda ekanligini mana shu ikkita kalima bo'ldi. Abdulloh va rasuluhu ko'rsatib beradi. Chunki aytganimizdek g'ulu ketadigan, ba'zi bir g'ulu ketgan, masalan tasavvuf ahli bor, shu darajada g'ulu ketadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga masalan qasida, burda qasidasini olasizmi, boshqa qasidani olasizmi, Alloh taologa loyiq bo'lgan sifatlarini bilan sifatlab olishgan. Hatto lavhul mahfuzdagi narsani biladi deb va hokazo. Shunga o'xshagan bir Alloh taolo bildirganligi kelmagan g'ayb masalalarni ham hatto nisbat berishgan yoki olamni boshqarishlik va hokazo. Shunga o'xshagan ba'zi bir sifatlarni, Alloh taologa loyiq bo'lgan sifatlarni Rasulullohga berish, bu haddan tashqari nima qilib yuborish, Alloh taolo bergan manzilatdan yuqori ko'tarib yuborish bo'ladi. Aksincha ba'zilar bo'lsa jafo, ya'ni jafo degani haqlarni ado qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni abd deb qo'ya qolmayapmizda. Oddiy hamma insonlarga o'xshagan inson demayapmiz. Rasul deyapmiz. Allohning rasuli, Allohning rasuli bo'lgandan keyin shunga yarasha iqtido qilinish kerak, iymon keltirilish kerak, hurmat qilinish kerak va hokazo. Mana bu ahli sunnani shu o'rta e'tiqodda ekanligini bildiradi. Mana shu kalima. Alloh subhanahu va taolo aytishga buyurdi. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilay. Qarang. Ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, innama ana basharun mislukum, men sizlarga o'xshagan bir insonman. Men sizlarga o'xshagan bir insonman degani o'sha abduhu degani. Yuha ilay, lekin farqi nima? Menga vahiy qilinadi dedi, mana bu rasul ekanligi. Demak, innama ana basharun yuha ilay, oddiy bashar emas, men insonman degani demak, insonga o'xshab uxlashga muhtoj, yeyishga muhtoj. Alloh taolo bu narsadan munazzah, demak Alloh taoloni nimalari berib olmaslik kerak. Sifatlari berishga haqli emas. Innama ana bashar, sizlarga o'xshagan bir basharman dedi. Faqat bitta farqi yuha ilay, menga vahiy bo'ladi dedi. Bu vahiy bo'ladi degani o'sha nima rasul ekanligi. Mana bu jihatdan oddiy insonlardek qaralmaydi, balki o'ziga xos hurmat qilinadi, ergashiladi va hokazo. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi vasallam kama fi at-tashahhud sallallohu alayhi. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi vasallam kama fi at-tashahhud deb namozdagi tashahhudda ham shunday shahodat keltiriladi deyapti. Sallallohu alayhi va hadihi sifatu salatina alayhi. U zotga Allohning saloti bo'lsin deyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytish sifati, bu sifatlarning biri. An-nas'alalloha an yusalli alayhi. Alloh taolodan u zotga salovat aytishini so'raymiz. Kama qala sallallohu alayhi vasallam lamma qala lahu as-sahaba kayfa nusalli alayk. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan, qanday qilib salovat aytamiz deb so'rashgan paytda qala qulullohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad deb salovat aytinglar deganlar. Fa salatuna ala ar-rasul sallallohu alayhi vasallam hiya du'auna va su'aluna Alloha bi an yusalli alayhi.
Hop, Rasulullohga salovat aytish degani, ya'ni banda Rasulullohga salovat aytdi degani nima degani? Ma'nosi Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, u zotga salovat aytishini. Go'yoki Alloh taolodan sallallohu alayhi degani Alloh u zotga salovat aytsin deb Alloh taolodan salovat aytishini so'rab duo qilgan bo'lamiz. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Alloh va Allohning mala'ikalari, farishtalari payg'ambarga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham u zotga salovat aytinglar. Ya'ni Alloh taoloni salovat aytishini talab qilinglar, so'ranglar, duo qilinglar degan ma'no bo'ladi. Va ahsanu ma qila fi hadha al-maqam inna as-salata min Allohi thana'uhu ala 'abdihi 'inda al-malaika. Xo'p, Allohning salovat aytishi qanday bo'ladi? Ya'ni Alloh taoloni bandasiga salovat aytishi, masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishini so'raganimiz bo'ladi, deyapti. Xo'p, salovat aytadi degani nima degani desa, eng yaxshi tafsir deyapti. Bu maqomda aytilgan eng yaxshi tafsir Alloh taolo tarafdan bo'lgan salot yoki salovat, bu Alloh taolo bandasini farishtalar nazdida maqtashi, sano aytib, ya'ni maqtashi Alloh taoloni salovat aytishi bo'ladi. Va li nabiyina sallallohu alayhi vasallam min sana'illah akmal sana asnallohu bihi ala 'abdin min ibadihi. Alloh taolo bandalar orasida sano aytib maqtagan bandalarning orasida eng komil sano Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli deyapti. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam sayyidu valadi Adam, chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam sayyidu valadi Adam bo'lgan zot. Fa hazzuhu min salatillah va min sana'ihi awfara hazzin va nasib. Alloh taoloning saloti, salovati va sanolaridan eng katta ulush Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgadir deyapti. Va ala alihi va ashabihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning atbolari va ashablariga ham salot salomlar bo'lsin deyilyapti. Al-alu huna hum atba'uhu. Al dim murod Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atbolari. To qiyomatgacha bo'lgan atbolari butun mu'minlar kiradi. Hum atba'uhu sallallohu alayhi vasallam. Va atfu as-sahaba 'ala al-ali fi hadha al-maqam min atfi al-khass 'ala al-'am. Endi al din keyin alohida va sahbihi yoki va ashabihi deyilishligi ashab ham o'z atbolaridan-ku. Lekin ularni alohida ajratib aytilyapti, sharafli bo'lganliklari uchun, ahamiyatli bo'lganligi uchun alohida sahobalar ajratib aytyapti. Aslida alihini ostiga sahobalar ham kirib ketadi. Bu xosni omga atf qilish bobidan. Xos sahobalar atbolaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atbolarining orasida xos bo'lgan birinchi tabaqa, eng afzal atbolari. Bu xos. Al om bo'lib kelyapti, hamma atvolar. Shu xosni omga atf qilib keltirilyapti. وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. أهل السنة namozdan tashqarida salovat aytsalar, sahobalarni ham qo'shib salovat aytishadi. Shunga odatlanishgan daraja, shu ayni shu sahobalarni ham qo'shib salovat aytishga odatlanishgan. Amma fi solati fa yataqayyad bi nassi ma warad. Ammo namozda bo'ldi, qanday kelgan bo'lsa shunga cheklanish kerak. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad deb aytamiz. Shu yerda va sahbihi deb qo'shib qo'ymaysiz endi. Kelmagan bo'lgandan keyin Qur'ondagi zikrlar o'zidek cheklanadi. Lekin namozdan tashqarida salovat aytilsa, aytganimizdek sahobalarni qo'shib aytish bu ahli sunnani shiori. Kimga xilofan, shiyalarga xilofan shu sahobalarni qo'shib ketiladi. وهذا كله دعاء له صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عليه. Bularni hammasi وأن يسلم عليه. Ya'ni banda Alloh subhanahu va taolodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat salom aytishligini so'rab duo qilishi. Salovat aytish degani bandani salovat aytishi degani Alloh taolodan shu Rasulullohga salovat salom aytishligini so'rashi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Va salatuna va salamuna alayhi bi an nas'alalloh an yusalli va yusallim alayhi. Ayni shu ma'no. Va min sifati salam ma jaa fi at-tashahhud. Hop, salom qanday beriladi? U zotga salot va salomlar aytinglar dedi. Hop, salovat tushunarli, sallallohu alayhi deymiz. Salom qanday aytiladi desa, tashahhudda kelgan siyg'alardan bittasi assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh deb attahiyatda hammamiz aytamiz namozda. Shu ham shu salovat aytish, o'sha salom aytish, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom aytishning bir ko'rinishi. Yoki sallallohu alayhi vasallam deymiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nomlari zikr qilingan paytda sallallohu alayhi vasallam desak bo'ldi, ham salot ham salom nima qilyapmiz, aytayotgan bo'lamiz. Ba'zilar Muhammad alayhissalom deb o'rganib qolgan. Shu yaxshi emas deyshadi ulamolar. Muhammad alayhissalomni o'ziga cheklangan yaxshi emas. Yo sallallohu alayhi vasallam deng, yo alayhissalatu vassalam deb ayting.
Ammo alayhissalomni o'z bilan cheklansangiz, siz faqat Alloh buyurgan ikkita amarni birini bajarayotgan bo'lasiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi. Salovat va salom aytinglar dedi. Siz alayhissalom desangiz faqat nima? Salom aytayotgan bo'lasiz, salovat aytmayotgan bo'lib qolasiz. Shuning uchun ba'zilar ko'p odatlanib qolgan. Payg'ambarimiz alayhissalom deb ketadi. Alayhissalom emas, aytganimizdek alayhissalatu vassalam yoki sallallohu alayhi va sallam deyilsa, shu Alloh taolo buyurgan ikkala amirga bo'ysungan bo'ladi. Hadihil xutbatu ishtamalat ala hamdillah. Ushbu xutba Allohga hamd aytishni o'z ichiga olgan. Falahul hamdu kulluhu, butun hamd Allohga xos. Va lahul madhu va sana'u kulluhu, butun maqtov, sano Allohga xos. Li'annahu al-mawsuf bi jami'il mahamid. Chunki Alloh taolo barcha yaxshi sifatlar bilan sifatlangan zot. Al-mawsuf bi kulli kamal, barcha komil, mukammal sifatlar bilan sifatlangan zot. Fala yastahiqqu al-hamda kulluhu va sana'a kulluhu illa al-mustahiq li kulli kamal. Barcha hamdga, barcha sanoga haqli bo'lmaydi, illo hamma kamolotlarga haqli bo'lgan zotgina haqli nima? Hamdga haqli bo'ladi. Ya'ni to'liq hamd, mukammal, komil sifatlarning hammasiga ega bo'lgan zotga haqli bo'ladi. Qolganlar qanchalik komil sifatlari kam bo'lsa, maqtovga ham nima haqli bo'ladi, lekin o'shanga yarasha haqli bo'ladi. Lekin hamma hamdga faqatgina Alloh haqli, chunki Alloh taolo barcha komil sifatlar bilan sifatlangan zot. Al-mawsufu bi jami'i nu'util jalal deyapti. O'sha, ya'ni barcha ulug' sifatlar bilan sifatlangan. Va laysa zalika illa Alloh vahda. Ya'ni hamma kamolat sifatlar bilan sifatlangan zot faqat Alloh taolo. Fa huwa allazi lahu al-hamdu kulluhu va lahu al-mulku kulluhu va bi yadihi al-khayru kulluhu subhanahu va ta'ala. Hamdlarning hammasi, mulkning hammasi u zotga xos. Barcha yaxshiliklar Allohning qo'lida. يقول الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني وسلم الله عليه تسليما. تسليما بو هذا مصدر مؤكد. مصدر مؤكد يعني ناخذ ما بولاد مفعول مطلق بولاد. مزيدا موصولا بالزيادة مستمرا دائما ديبت. مزيدا يعني موصولا بالزيادة. يعني الزيادة بلان ulangan doimiy salot va salomlar bo'lsin deyapti. Ya'ni ziyodasi bilan salot va salomlar bo'lsin degan ma'noda. Amma ba'd deyapti. Xo'p, endi hamd va salovat aytilgandan keyin endi amma ba'd deb mavzuga kirishmoqchi. Amma ba'd hadihi jumlatun yu'ta biha lil intiqal min al muqaddimati ila al maqsud. O'zi amma ba'd kalimasi xutbada ham masalan xatib minbarga chiqib birinchi hamd aytadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib, keyin maqsadga ko'chishdan oldin amma ba'd deyiladi. Demak, amma ba'd shunday jumlaki yu'ta biha nima uchun aytiladi bu jumla? Lil intiqal min al muqaddima ila al maqsud. Muqaddimadan maqsadga ko'chib o'tish paytida aytiladi. Wa kana min hadihi sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi khutbatihi amma ba'd. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tutgan yo'llaridan, sunnatlaridan, xutbalarida amma ba'd deb aytardilar. Va ma'naha inda ahli al-lughati, lug'at ahlining nazdagi ma'nosi mahma yakun fi shay'in ba'du fa huwa kaza va kaza degan. Ya'ni uni tarjimasi nima bo'lganda ham gap shuki deymiz-ku. Go'yoki o'shanday. Yani nima bo'lganda ham gap shuki deb bu yoqqa nima davom etib ketgandek, maqsadga o'tgandek. O'sha ma'noda. فهذا اعتقاد إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. Mana bu najot topuvchi g'olib firqaning e'tiqodi deb boshlayaptilar. Fahada deb ishora qilyaptilar. Ishora ila ma huwa hadir. Odatda, ya'ni hada deb nimaga ishora qilinadi? Oldida mavjud bo'lgan bor narsaga ishora qilinadi endi. Mana bor narsaga hada kitob deysiz, masalan. Hada finjan deb bor narsaga ishora qilasiz. Endi Shayxul Islom rahimahulloh kitobda endi yozyaptilar. Aqida vasitiya yozildimi yo endi yozyaptilar? Endi yozyaptilarda bu e'tiqod deyapti. Xo'p, qaysi e'tiqod? O'sha hadirun nima? Mimma sayazkuruhu shayx fi hadhihi al-aqida. Zehnidagi hozir bo'lib turgan, bor bo'lgan e'tiqodga ishora go'yoki. Ya'ni o'sha zehnidagi bor bo'lgan e'tiqod xuddi yozilib tayyor bo'lgandek, o'shanga ishora qilib mana bu ahli sunnaning e'tiqodi demoqchi bo'lgandek bo'lyapti. Demak, ishora ila ma huwa hadirun mimma sayazkuruhu. Zehnida hozir bo'lib turgan, endi zikr qilmoqchi bo'lib turgan e'tiqodga ishora qilinyapti. في هذه العقيدة وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية في ربهم واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به. Demek Şeyh rahimahullah bu kitobni yozishdan nimani maqsad qilganlar? Najot topuvchi firqaning Robbilari borasidagi e'tiqodini bayon qilishdi.
xohlagan, qasd qilganlar va Alloh taolo iymon keltirishga buyurgan narsani, shu e'tiqodni bayon qilishni qasd qilganlar. Al-firqa an-najiya al-mansura dedi. Mana bu najot topuvchi g'olib firqaning e'tiqodi deyapti. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodini ikkita nom bilan sifatlayapti. Birinchisi najot topuvchi firqa deyapti. Ikkinchisi g'olib firqa deyapti. Vasafaha bi wasfayn, ikkita sifat bilan sifatladi. An-najiya val mansura, najot topuvchi va g'olib. Mansura degan nusrat berilgan, Alloh taolo tomonidan g'olib bo'lgan firqa degani. Akhdan min al-hadith al-mashhur al-marwi fi al-masanid va sunan. Qayerdan oldi bu ikkita sifat, qayerdan bu firqani qanday qilib bu ikkita sifat bilan sifatlaydi desangiz, bu o'sha hadis kitoblarida, sunan kitoblarida, musnad kitoblarida, hadis to'plamlarida kelgan sifat deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Inna hadihi al-umma sataftariqu ala 73 firqa. Ushbu ummat 73 firqaga bo'linadi deganlar. Kulluha fin-nar. Hammasi do'zaxda illa wahida, illo bittasi undan mustasno, ya'ni bittasi jannatda dedilar. Qila man hiya ya Rasululloh? Ya Rasululloh, bu kim, bu najot topadigan firqa kim deb so'ralganda javob berib aytadilarki, ma kana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Bugun men qaysi yo'lda bo'lsam, ya'ni qaysi e'tiqodda bo'lsam, o'sha mazhabda o'sha yo'lni tutganlar va sahobalarim tutgan yo'lni tutganlar dedilar. Va fi lafzin, boshqa bir lafzda va hiya al-jamoa, jamoat shu dedilar. Va hadihi hiya al-firqatu an-najiya, firqatu an-najiya deb atalishning sababi mana shu hadisdan olingan. Sababi shu deyapti. Chunki 73 firqaga bo'linib ketar ekanlar. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabarlari bu. Hadis sahih deyishgan ulamolar, ixtilof bor, lekin sahih deyishgan. Bu 73 firqadan murod o'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni islom diniga nisbat beradigan, musulmonman deydiganlarning o'zi 73 firqaga bo'linadi. Shularni hammasi do'zaxda dedilar, illo bitta dedilar. Demak, bittasi do'zaxga tushmasdan najot topadi degani, najot topuvchi firqa degani mana shu yerdan olingan. Shuning uchun o'sha najot topuvchi firqani e'tiqodi mana shu e'tiqod deb endi bu yoqga shuni bayon qilmoqchi bo'lyaptilar. Demak, najiya ayni shu lafz bilan kelmasa ham hadisda, lekin ma'nosidan hammasi do'zaxda illo bittasi deganidan o'sha bittasi najot topuvchi degan ma'no chiqadi. فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم توصف بأنها الناجية. Demek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lida bo'lgan firqa najot topuvchi firqa deb sifatlanadi. Shu yo'lda to'g'ri yurgan, shu yo'ldan chiqmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llarini ushlagan firqa najot topuvchi firqa deyiladi. Akhza min hadal hadis, bu mana shu hadisdan olingan bu nom. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam kulluha fin-nar illa wahida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning hammasi do'zaxda illo bittasi jannatda dedilar. Va hiya al-mansura. Va ikkinchi sifati mansura, g'olib firqa. Ya'ni boshqa xilof qilgan toifalardan doim g'olib bo'ladigan firqa degan ma'noda. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam, bu atamani, bu sifatning dalili nima? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la tazalu toifatun min ummati ala al-haqqi zohirin. Ummatimdan bir toifasi haq ustida g'olib bo'lishadi. La yadurruhum man khazalahum. Ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar ularga zarar yetkaza olmaydi. Wala man khalafahum. Ularga xilof chiqqanlar ham zarar yetkaza olmaydi. Hatta ya'ti amrullohi tabaraka va ta'ala, ta Allohning amri kelguncha. Fahiya mawsufatun bin najah va bin nasri. Demak, mana bu firqa najot topuvchi va nusrat topuvchi, ya'ni g'alaba qozonuvchi firqa deb sifatlanadi. Al-firqatu an-najiyatu al-mansura, xo'p, o'sha najot topuvchi g'olib firqa qaysi firqa? Hum ahli sunna val jamoa, ahli sunna val jamoa, alladina iltazamu tariqata ar-rasul sallallohu alayhi vasallam va ma alayhi jama'atul muslimin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llarini va musulmonlar jamoasining yo'lini tutganlar. Va atasamu bihablillahi jami'an, barchalari, ya'ni Allohning arqonini tutgan firqa deyapti. Va janibul furqata va asbabaha, firqa bo'lib ketish, ya'ni ajralib, jamoatdan ajralish tan chetlangan va jamoatdan ajralish sabablaridan chetlangan firqaga nima deyiladi? O'sha firqa najiya al-mansura, najot topuvchi g'olib firqa deyiladi. Al-firqa va toifa ma'nohuma mutaqarib. Firqa bilan toifani ma'nosi bir-biriga yaqin deyapti. Mana bu shayxning gaplaridan hozir olinadigan foyda. Birinchidan, ahli sunna val jamoaga nisbatan ular bir firqa desa bo'lar ekan. Odatda firqa desa nima? Salbiy ma'noda ishlatiladigan bo'lib qolgan. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 73 firqaga bo'linadi. 72tasi do'zaxda
illa vahida illa bitta deb illa bitta firqa deyapti. Demak, o'sha najot topuvchi firqa deyilyapti. Bu firqa deyiladi, demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarga ko'ra firqa deyiladi, lekin haq firqa. Chunki ular ham toifa. Endi boshqalar ajrab chiqqandan keyin bular ham bitta firqa, bitta to'da bo'ladi. Endi toifa bir to'da degan ma'noda endi firqa degani. Demak, firqa deb ataladi ahli sunna val jamoaga nisbatan ham. Xo'p, haq e'tiqodda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalarning e'tiqodda bo'lganlarga nisbatan bular najot topuvchi firqa, g'olib firqa deyilyapti. U kim desa, shu ahli sunna deyilyapti. Endi hozir qarasangiz, bir-biriga zid e'tiqodda bo'lgan ko'p firqalar biz ahli sunnamiz deydi. O'sha ahli sunna val jamoa, o'sha najot topuvchi firqa, o'sha g'olib bo'lgan firqa bizmiz deb hamma da'vo qiladi bu narsani. Deyarli o'zini islomga nisbat bergan firqalarni aksari biz o'sha najot topmaymiz demaydi. Najot topmasa nima qilib yuribdi bu firqada? O'sha najot topuvchi bizmiz deydi. G'olib bo'lgan firqa bizmiz deydi. Va hokazo hamma shuni da'vo qiladi. Lekin albatta haq bitta bo'ladi. O'sha da'vo qilib turganlarning bittasi haqiqatda o'sha najot topuvchi firqa bitta bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birgina najot topadi dedilar. Qolgani do'zaxda dedilar. Endi do'zaxda degani abadiy qoladi degani emas. Bu hadisning sharhi keng. Ya'ni ayni shu hadisni rivoyatlari, shu hadisga taalluqli masalalar haqida 3 tom kitob yozilgan. Ya'ni 3 mujallad alohida kitob yozilgan, faqat mana shu hadisning sharhi va shu hadisda olinadigan foydalar va hokazo. Xo'p, aytmoqchi bo'lgan narsa bu yerda o'sha hamma da'vo qilsa, o'sha ahli sunna menman yoki najot topuvchi firqa menman deyilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tarozi qo'yib berdilar. Bo'ldi, o'sha taroziga tushsa najot topuvchi firqa deyiladi. U taroz nima? Rasulullohdan so'radilar. O'sha bitta najot topuvchi firqa kim ya Rasululloh deb so'raganlarda, ma ana alayhi al-yawm va ashabi dedilar. Ya'ni man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm va ashabi. Ya'ni bugun, qarang, bugun deb aytilishi ham o'zgartirilmagan holatda, hali bid'atlar chiqmagan. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday nozil bo'lgan bo'lsa, Qur'on, sunnat qanday bo'lsa, man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm. Shu bugungi kunimda qaysi yo'lda bo'lsam, qaysi e'tiqodda bo'lsam, va sahobalarim qaysi e'tiqodda bo'lsa, o'sha e'tiqodda bo'lganlar dedilar. Va boshqa bir rivoyatda hiyal jamoa deyapti, jamoat o'shalar deyilyapti. Demak, mezon shu. Ya'ni kim najot topuvchi firqaman desa, qarab ko'ring e'tiqodingizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning e'tiqodi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisda aytgan paytdagi e'tiqodlari, hadislarni olib qarang. To'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi? Qiyin emas-ku solishtirish bu. Oddiy, oson narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aqida yetkazdilarmi desa, yetkazganlar, aniq. Robbisidan kelgan hamma fiqhiy ahkomlarni bo'lsin, aqidani bo'lsin yetkazganlar. O'sha hadislarga, e'tiqod borasida kelgan hadislarga bir chetdan masalan qarab chiqilsa, har bitta haqman deyotgan toifa mana shu mezonga solib ko'rsin, to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bosh ustiga haqiqatda najot topuvchi firqa deb umid qilamiz. Lekin to'g'ri kelmasa, qanday qilib najot topuvchi firqa deymiz? Hozir ochiq masalan o'sha aqidadagi xilofli masalalar. Ar-Rahmanu alal arshi istawa, Rahmon arshga istivo qildi deb tursa, amintu man fis sama deb tursa, va hokazo sahobalar ham shuni qo'llab tursa, masalan, ochiq biror joyda uni aksi kelmagan. Endi kimdir kelib, yo'q, arshga istivo qilmagan, yo'q Alloh unda emas desa, yo'q Allohning qo'li yo'q desa, masalan, Qur'onda bor narsani inkor qilmayaptimi? Rasululloh aytgan narsani inkor qilmayaptimi? Sahobalarning yo'lida bo'lganlar haq e'tiqodda deyapti. Sahobalar shu e'tiqodda bo'lgan-ku, son-sanoqsiz naqllar kelgan sahobalardan Alloh osmondaligi, Alloh arshiga istivo qilganligi, Alloh qo'li borligi haqidagi nimalar juda ko'p. Tabariyning tafsiriga qarang, sifat haqida kelgan oyatlarga qarang, solishtirib ko'ring. Xo'p, kimdir aytadi-ku, yo'q, buni sen noto'g'ri tushunyapsan. Xo'p, men noto'g'ri tushunsam, sahobalar tushungandek tushunsak, shu to'g'ri tushunchami? Sahobalar adashgan bo'lishi mumkin emas-ku. Sahobalarni qarasangiz, sahobalar ham xuddi shuni aytgan. Ya'ni Alloh osmonda deb ketishgan, birortasi makon demagan-ku. Shu bittagina Ali radhiyallohu anhuga to'qima mavzu bo'lgan asarni olib kelib turib, Alloh taolo makoni yo'q degan ma'nodagi asarni Ali radhiyallohu anhuga nisbat berishadi. U ham to'qima, sanadi sahih sanad bilan kelmagan biron joyda. Endi yuzlagan sahobalar, tobiinlar hammasi shu Qur'on sunnatdagi narsani ta'kidlab Alloh osmonda deb kelsa, va hokazo. Bu bitta misol, shunchaki boshqa e'tiqodda keladigan masalalar ham solishtirish mumkin. Mana shu taroziga solib ko'ring. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan e'tiqodmi? Yoki unga xilof e'tiqodmi? Mayli o'sha lo makon qani, biron joyda ochiq kelibdimi? Agar lo makon haq e'tiqod bo'lsa, qayerda keldi? Bironta oyat bormi? Bironta hadis bormi? Qanday qilib o'nlab, yuzlab Alloh osmonda degan oyatlarning hammasi iroda qilinmagan bo'ladi, ularning zohirini iroda qilinmagan bo'ladi. Sahobalar ham shuni aytib kelgan bo'ladi-yu. Bu e'tiqod botil e'tiqod bo'ladi, zohirini olish. Keyin Allohning lo makon deb biror joyda ochiq aytilmagan e'tiqod bu haq e'tiqod bo'ladi.
va ma kana alayhi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha e'tiqoddami? Qani bitta hadis keltiring desangiz yo'q. Sahobalar shu e'tiqodda bo'lgan, bitta hadis keltirdingiz, bitta naql keltirdingiz, siz keltira olmasa. Qanday qilib keyin najot topuvchi firqa deyiladi? To'g'ri, bu degani Shayxul Islom rahimahulloh aytgandek, ayni shu e'tiqoddagilar bo'ldi, halok bo'lib ketdi degani emas. Lekin aytmoqchi bo'lganimiz, bu e'tiqod o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan e'tiqod bo'lmas demoqchimiz. Endi buni ijtihod bilan kimdir shu e'tiqoddan boshqa e'tiqod yetib kelmaganligi uchun ijtihod qilib bundan boshqa e'tiqod erisha olmagan bo'lsa, bu ma'zur ekanligi, Alloh taolo uni kechishligi va hokazo bu Qur'onda oyatlarda boshqa bilan sobit bo'lgan. Uni Shayxul Islom rahimahulloh munozarada ham tushuntirgan. Inshaalloh, ya'ni darslarimiz davomida qolgan masalalarni batafsil yoritishga harakat qilamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.